Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zbekiston hududlarida ob-havo keskin o'zgaradi. 25, 26, 27 va 28 yanvar kunlari anomal sovuq, kuchli qor va yomg'ir kuzatilishi kutilmoqda. Ba'zi hududlarda harorat me'yordan keskin pasayadi. Yo'llarda muzlama va xavfli sharoit yuzaga kelishi mumkin. Bu holat transport, elektr ta'minoti va kundalik hayotga bevosita ta'sir qiladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Hududingizda ob-havo qanday bo'lishini bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Foydali bo'lsa like bosing. Muhim ob-havo ogohlantirishlarini va so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat qiling. O'zgidromet 25-28 yanvar kunlariga ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 26-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 26-28 yanvarda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 6-11 daraja sovuq, kunduzi -2 daraja sovuq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25-26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. 26-28 yanvarda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 6-11 daraja sovuq, kunduzi -2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25 yanvarda ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Navoiy viloyati shimoliy hududlarida ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi -2 daraja, kunduzi 5-10 daraja. Faqat 27 yanvarda 3-8 daraja iliq. Cho'l hududlarda kechasi 6-11 daraja sovuq, kunduzi -2 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25 yanvarda ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi -2 daraja, kunduzi 25-26 yanvarda 3-8 daraja iliq. 27-28 yanvarda 1-6 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25 yanvarda ba'zi joylarda biroz yog'ingarchilik bo'lishi mumkin. 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi -3 daraja, kunduzi 7-12 daraja. Faqat 27 yanvarda 5-10 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 25-26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 27-28 yanvarda ba'zi joylarda qor yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushadi. 27-28 yanvarda yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 25-26 yanvarda 0-5 daraja sovuq. 27-28 yanvarda -3 daraja, kunduzi 25 yanvarda 0-5 daraja. 26-28 yanvarda 2-7 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, faqat 26 yanvarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. 25-26 yanvarda qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 25 yanvarda 8-13 daraja sovuq, 26-28 yanvarda 5-10 daraja sovuq bo'ladi. Kunduzi 0-5 daraja sovuqdan 2 daraja iliqqacha o'zgarib turadi, deyiladi xabarda.